Har bir inson sog'lom va mukammal quvvatga ega bo'lishni xohlaydi. Albatta bizni organizmimiz to'g'ri ishlashi uchun bizga kerakli moddalar, organizmimizda kerakli moddalar yetarli bo'lishi va zararli moddalardan tozalanishi kerak. Keling, organizmimiz qanaqa muvozanatda bo'lsa, biz o'zimizni qanday his qilishimiz kerakligi haqida gaplashamiz. Albatta, sog'lom bo'lishimiz uchun bizlarga muayyan vitamin va minerallar zarur. Organizmimizda vitamin, minerallar yetishmasa, bizda holsizlik, charchoq, immunitet pasayishi, kayfiyatimiz tushishi, asabiylashish, shunaqa o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Albatta, vitaminlar organizmimiz uchun nima uchun zarur? Bizni organizmimiz to'g'ri ishlash uchun, immun tizimimiz yaxshi bo'lish uchun, holsizlik, charchoq bo'lmasligi uchun, yosh, go'zal, sog'lom, o'zimizni tetik, to'la quvvatda, xush kayfiyatda his qilish uchun albatta vitaminlar bizga juda ham zarur. Holsizlik, charchoq, har xil kasalliklar, virusli infeksiyalar dan qarshilik, organizmimiz shularga qarshi kurashadi. Agar bizni organizmimiz to'la qonli vitaminga to'yingan bo'lsa, minerallar nima uchun kerak? Minerallar bizni mushaklarimiz, suyaklarimiz, asab tizimimizni mustahkam qilish uchun, bo'g'imimiz, skelet tizimimiz, yurak faoliyati yaxshi bo'lish uchun, mushaklarimiz baquvvat bo'lish uchun, qonimiz yaxshi aylanish uchun albatta bizlarga minerallar ham juda ham zarur. Albatta bizni hayotimizda o'limgacha sabab bo'ladigan zararli omillar, spirtli ichimliklar, tamaki mahsulotlari, gazli ichimliklar, fast foodlar, albatta ko'pchilik erkaklarimizda tamaki mahsulotlari, spirtli ichimliklar, gazli ichimliklar ko'p iste'mol qilgan natijasida erkaklarimizda jinsiy zaiflik, prostata faolligi buzilishi, oshqozon ichak kasalliklari, quvvatsizlik, immun tizimi pasayishi va har xil zararli omillarga, har xil kasalliklarga, organizmimizda har xil o'zgarishlarga, gormonlar buzilishiga olib kelmoqda. Albatta ichaklarimiz tanamizning eng muhim a'zosi hisoblanadi. Ichaklarimiz sog'lom bo'lsa, bizning ovqat hazm tizimi yaxshi bo'ladi. Har xil allergik reaksiyalar bo'lmaydi, immun tizimimiz mustahkam bo'ladi. Organizmimizda vitaminlar, minerallar so'rilishi yaxshi bo'ladi. Albatta to'g'ri ovqatlanish ichak faoliyatini muvozanatda ushlaydi. Suv va tolali mahsulotlar immun tizimini mustahkamlaydi. Stressni kamaytirish ichak faoliyatini yaxshilaydi, ya'ni to'g'ri ishlashiga yordam beradi. Albatta ko'p suv ichmaslik bizlarni qanaqa kasalliklarga olib keladi? Birinchi o'rinda immun tizimi pasayadi, modda almashuvi buziladi, hazm tizimi faoliyati buziladi, albatta qabziyat, qon quyuqlik, hazm tizimi yaxshi emasligi, bo'g'imdagi albatta biz tuzli ovqatlar iste'mol qilamiz. Ko'p suv iste'mol qilmasak, albatta bo'g'imlarimizda, tuzlar buyraklarimizda, peshob tizimimizda albatta tuzlar paydo bo'ladi. Yetarli darajada suv iste'mol qilsak, albatta immun tizimimiz yaxshilanadi, ichak faoliyati yaxshilanadi, qabziyat bo'lmaydi, modda almashuvi yaxshilanadi. Albatta organizmimiz to'g'ri ishlaydi, ichaklar faoliyati ham yaxshi bo'ladi. Bizni qonimiz quyuqlashmaydi, qonimiz quyuqlashmagandan keyin albatta qon bosimi bo'lmaydi, qon aylanishi yaxshi bo'ladi. Albatta buyraklarimiz, peshob tizimimiz ham yaxshi faoliyatda ishlaydi. Sog'lom va baxtli hayot kechirish har doim o'z qo'lingizda. Albatta tanamizda muhim moddalar yetarli bo'lsa, organizm muvozanatda ishlaydi. Siz har doim tetik va energiyada yurasiz. Albatta sog'lom bo'lish uchun muhim omillar ichak mikroflorasini sog'lom ushlash, vitamin, minerallarni muvozanatda saqlash, suv balansini to'g'ri doimiy yo'lga qo'yish, albatta Siberian Wellness'ning tabiiy 100% faol qo'shimchalarini doimiy iste'mol qilish sizni sog'lom, yosh, go'zal bo'lishingizga va albatta sabab bo'ladi va unutmang, albatta siz har doim o'zingizga va oila a'zolaringizga keraksiz.